Bittadan like deb bosib qo'yamiz. Xudo xohlasa maynaqalardan bizga ham boqish nasib qilsin deb yetkazib beradilar. Qo'ylar eng asosiysi yosh ekan. Akalar ikki tishdan ekan, birinchi qoringa. Zamda kuchaymaydi buni qara. Buni qara endi o'zi to'laydi ekan. Variantidan deydi, xudo xohlasa. Ikki tish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari. Azzamjon menga bundaqa noyoblardan chiqaring, o'sha o'ta zo'ridan chiqaring degan akalarimizga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar xudo xohlasa o'zimizdan mahalladosh akalar xudo xohlasa seleksiya deydi. Xudo xohlasa akalar qo'ydi zo'rlarini o'zlari qiziqishga boqib tayyorlab sotuvga chiqdi akalar. Bu qo'ylar incha yerda sotilmaydi akalar. Xudo xohlasa bu qo'ylar sotuvga chiqdi akalar. Hafta kuniga bugun chorshanba 2025-yil 2-iyul akalar. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'ring. Qo'ylar yaqqan bo'lsa bittadan like deb bosib, komment, treyler qilib bomba qilib turing akalar. Maynaqa ona bolalarni, qo'chqorlarni zo'rlari chiqadi. Xudo xohlasa inalari qochgan bo'g'ozyatlar akalar. Xudo xohlasa shu qo'chqorlar bilan yurgan variantdan so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz akalar. Xudo xohlasa nima deydi? Ona bola ham desa ash qo'chqordan qochgan variantdan deyaptilar akalar. Xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'ring. Maynaqa legendarni seleksiya nima deydi? Xudo xohlasa o'sha zo'ridan tavsiya qilaman degan akalarimizga tavsiya qilaman akalar. Xudo xohlasa qo'ydi zo'r deydi. Mashalloh akalar. Yo'masam o'sha Oybek akamizdan chiroyli qilib narxlarini chiroyli qilib yorib berishga harakat qilamiz. Yo'masam o'sha Oybek akamiz o'zlari. Hurmat Oybek aka. Nimagan? So'msiz? Charchamasdan. Xohlasa qo'ydi zo'rlari. Mo qara. Qo'ylar maqtab nima qilmaymiz. Deqqan akamiz xudo xohlasa O'zini o'zi maqtavuradi. mana akalar o'zini o'zi maqtaydigan qo'ylar. Haqiqatan qo'ydi qara. Quloqni qara. Mana qo'zini ko'ring. Mana akalar. Mashalloh. Necha oylik mash qo'zi? Mash 1,5 oylik bo'lyapti. Bo'lsa 1 oy 5 kun 10 kunlik bo'ldi. Biro mana akalar mum to'shdi qarang, voy. Mum to'shdi qarang. Mashalloh. Ashti ko't orqani ham ko'rsating-chi. Mana. 1,5 oylik dedingizmi? Mash 1,5 oylik. Inasi qaysi? Mash sariqmi? Mana birinchi tug'ishi hamma. Birinchi tug'ishi mana akalar. 1,5 oylik qo'zi qo'chqara bu. Qo'chqor. Mana akalar. Mashalloh. Qo'ydi qarang, voy. Havas qilib boqing degan akalar. Inasini bitta tishini ko'rsating-chi, ash qo'ydi. Mana akalar. Xudo xohlasa o'sha seleksiya nima deydi? Qo'ydi yaxshisini to'playmiz degan akalarim. Hey jonivor. Qarang. Birinchi bolasi. Birinchi bola. Mana akalar. Mana buni qorani bolasi o'ta go'zal narsa. Bu yaxshi Mashalloh. Akalar qo'ydi qarang. Mana. Buni 5 kunlik bo'ldi. Mana. 1 oy 5 kunlik. Ha. Mana akalar qo'zini quloqlarini qarang. Tumshuqda mana o'tib ketyaptimi akalar? Buni qarang. Haqiqatan tozasidan olamiz degan akalarimizga. Qo'chqarimi ham sog'liqmi? Qo'chqor. Mana akalar shu zotga qo'yib oling, xudo xohlasa. Zo'r edi. Inasi necha shar buni? Yana birinchi tug'ishi buni ham. Uni ham tushunib ko'rsatib qo'yinglar, realni bo'lsin, tamom dedi. O'sha aytjanlar akalar mana. Nima deydi akalar, jukora biz eshikka chiqarib video qilganimiz yo'q, xudo xohlasa shuni hisobga olasiz. Bu qo'ylar o'ta nima deydi? Yosh, xudo xohlasa. Bu qo'chqordi ham o'zi bilan yurgan akalar mana. Mashalloh. O'sha seleksiya nima deydi? Mana bu ham ikki tish. Ikki tish variantdan so'ragan akalarimiz. Mash qo'chqordan yurgani Oybek aka bular. Ha, bular mendan endi avval. Ay jonivor. Mana. Ancha bo'lib qo'shib qo'yganimga. Hop. Qo'chqor talab bo'lganligi uchun qo'shib qo'yganman. Qo'chqor talab bo'lganligi uchun agar nima deydi, o'zlarini ko'rdilar, xudo xohlasa qochdi menimcha deyaptilar, xudo xohlasa mash qo'chqor bilan yuribdi. Mana mash qo'chqor. Mashalloh. Shu arashan qo'chqor qidirgan akalarimizga tashlaysiz. Yoshlar qanday ekan, mana tishini oching-chi. Men 4 tushga o'tgan. Qani mana akalar 4 tushga o'tgan variantdan so'ragan akalarimizga deydi. Uni qara. Qo'yim razrezdan. Hay jonivor, qani. Mashiga to'y chiqqan ekan, razrez xudo xohlasa. Udor zo'ridan deydi, xudo xohlasa. Oybek aka 15 kilo edi bu. 115 kilo. Hozir tortgan sotmaganmiz. Tortganimiz buni. Shu oldiroq tortilganmi? Oldiroq tortilgan akalar, lekin ash sog'liqlar bilan yuribdi, mana shu sog'liqlar bilan. Mana akalar. Yana bor sher. Ukallarni garbonusiga e'tibor bering, turuga bittadan e'tibor bering deydi. Mashalloh. Oybek aka, ona bolalar nech puldan beramiz? Bo'ldi, eng asosan narxi. Dollarda chiqmaydimi eng asosiysi? Dollarda emas, bu dollarda bu yo'q narsa dollarda chiqadi. Xudo xolasa yengil bo'lsin-da, obunachilarimiz xudo xolasa haqiqatan, lekin qo'yga yarasha bo'lsin deydi, xudo xolasa. Qo'y ham lekin sifati noyob. Mana shu ona bilan o'zini olamiz deysa. Ko'rsa, qo'y maqtamayman, uydi buydi dema, mana shu qo'yni ko'rsa o'zi baho berishaveradi. Bo'l, tamom. Mana sariq ona bilan nech pulga beramiz? Masalan, mana shu bitta o'zini, mana mashina o'zini. Men baraka tortishib, nima qilmayman. Bo'l, bo'ladiganini aytavering. Tamom, siz deqqansiz-ku. 10 million, 12 million demayman. Hop. Bu qo'ydi 8,5 millionga Chiroyli qilib, qaygacha dastlabkasi? Samarqandgacha dastlab. Mana akalar,
Samarqandgacha dastlabkasini yetib boradi, lekin qo'ydi noyob, ya'ni birinchi qorin ikkita, xudo xolisa, lekin bolasini puli bo'ldi. Mana qarang, mana shu bolasini puli. Mana o'zini olaman deysiz, mana shuni o'zini. Ay jonivor. Buni bolasi o'ta Mana bu bolani qarang. o'zi asli bolasi. Haqiqatan quloq ishqoz bo'ldi Oybek ashini. Bu borib qo'shni qishloqdan sotib olingan. Xo'p, Yaxshi qo'chqorib qo'yilgan. yaxshi qo'chqor qo'yilgan. Shuning uchun o'zim ham qimmat olganman buni. Nech pulga beramiz bo'pti, xo'p. Agar jupini olishsa, azam, Xo'p. buni o'zini masalan shuni qo'yibdi 500-600 $, desam ham bo'lar. Bu qo'zini o'zinimi aytsangiz bo'ladi, haqiqatan akalar, lekin yaxshi qo'chqorga qo'shilgan. Selektsiya deydi, agar xudo xolasa tavsiya qilaman, lekin shu jupini olishsa ikkalasini. Xo'p, 8,5 ga qilib beraman buni ham. Jup olishsa. buni ham 8,5 million qilib berasiz. Bo'lmasa 9lik bu. Buni ham sayma deydi, 8,5 million buni ham qilib beradi. Bir oylik qo'zida, bir oy 5 bir oy 5 kunlik qo'zini qarang, quloqlarini aytib bering. Bo'ldi, nari kattanichi qo'chqordi. Bu ham sotiladimi, yo sotmaymizmi? Buni ham qiziqqanlarga sotaveramiz. Qiziqqanlar sotaveramiz. Sotaveramiz. Bo'ldi, kerak xudo xolasa, qiziqqanlar. Ishlashi. Qo'yga ishlash hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Qo'yga qo'shgani ham bo'laveradi. Shuni qo'yga qo'shgan. Mana akalar, xudo xolasa, lekin katta deydi. To'shini qarang, ash qo'chqorni mana. Bo'ynida tumorlari bilan deydi. Mana ikkala tumorlari ham xudo xolasa. Mana. Xudo xolasa qo'y garbonos bor. Basa yuziga ham deytoy bering mana. Kalla ham garbonos ham normali. O'ta normali haqiqatda, mashalloh. Oybek aka bo'ldi, narxi tamom. Buni Azamjon buni bo'lishi 10 millionga beraman. O'zi mo'ljal balandroq 10 Hop, millionga. 10 millionga berasiz. 10 millionga beraman. Bo'ldi, gap aka mana. Voy, Oybek aka mana shularni dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab qilaylik. Samarqand, Xorazm shu tomonlarga dastlabki qilib bering, mashg'ullar. Ishqibozlar ko'pda shu tomonda. Endi kelishamiz. Telefon qilishaveradi. Qilishaveradi. Bo'ldi, gap akalar. Bemalol aloqa chiqing, o'ylanmang. Xudo xolasa, chiroyli qilib dastlabkini qilib yetkazib beringlar. 8,5 milliondan bitta ham olsangiz ketaveradi. U ham ketaveradi 8. Mana akalar. Xudo xolasa shoshiling, qo'ydi turuga bittadan like-ni bosing. O'ta boshqacha narsa mana ham. Mana haqiqatan noyob deydi, mana turuga qarang. Hey jonivor. Turishni qarang akalar mana. Bemalol aloqa chiqasa, xudo xolasa chiroyli qilib dastlabkini qilib yana tug'diramiz degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Oybek aka, bo'lmasa ikkinchi partiyasiga ham bormi? Ha, bor. Ikkinchi partiyasiga ham bor. Bo'ldi, gap. Yo'masam biz ikkinchi partiyalar boshlaydik. Akalar, yo'masam biz keyingi partiyamizga ham undaqa o'sha ona bolani zo'rlar, mana qarang. Oyoq kengliklari qarang, bolani haqiqatan berganda deydi akalar, haqiqatan qo'ydi zo'rini qo'ysangiz noyoblardan beradi deganda akalar, xudo xolasa. Qo'ydi haqiqatan havasga boqamiz degan akalarimizga tasha bolani qarang. Mashalloh, akalar. Akalarimizga xudo xolasa ishab qolsin. Qaysinisi? Bunisi qo'chqor. Bunisi qo'chqor. Mana akalar. Mashalloh. Urg'och. Qo'y qolamiz degan akalarimizga xudo xolasa mana qarang. Mashalloh. Oq yuzlarni deyman mana qarang. Hey jonivor akalar. Qo'yni qarang deydi, haqiqatan Birinchi tug'ishi bo'ladi yani. birinchi tug'ishi. Mana akalar. Bu sog'liq qaysiniki mana shu qora sog'liq? Bu qaysi? Mana shu inasi qora turibdi o'sha. Mana nariga ashi. Mana inasi bu. Qo'chqorni sog'liq buniki. Sog'liq inasi bu. Mana alohida ko'rsataylik. Alohida olamiz degan obunachilarimizga akalar xudo xolasa. Qo'yman, birinchi tug'ish Azamjon bular. Shuni ko'rsating. Mana akalar. Yosh, xudo xolasa akalar. Buni qarang. Mana. Buniki qo'chqora? Ha, buni qo'ysan, mana bolasi. Mana akalar. Bola qo'chqor, xudo xolasa. Necha oylik bo'ldi mana shu qo'zi? Mana shu ham 1,5 oylik bo'lib qoldi. 1,5 oylik qo'zini qarang akalar, mana. Mana qo'zi qarang, haqiqatdan. To'g'li bor mana shu. To'g'li. Qo'chqor, qochganmiki, qochmaganmiki Oybek aka bular? Yo'q, narigisi ular qochib qolgan bo'lish kerak. Mana ular. Ash qo'chqorlardan yurganda, ash qo'chqorlardan akalar yurgan akalar xudo xolasa. Lekin mana qochgan bo'lish kerak. Qo'chqor ichida yurgan. Inshaalloh, lekin akalar haqiqatan noyoblar. Dumbani qarang, tikka hammasiniki tikka dumba deydi mana. Bu hozir qo'chqorni zo'rini qo'shib bola olamiz degan akalarimizga tavsiya qilamiz akalar, lekin haqiqatan zo'ridan deydi. Mana shu ikkala ina bola ham. Katta qo'chqorlardan yurgan akalar, xudo xolasa menimcha mashg'ullar ham qochgan, bo'g'oz bo'lish kerak akalar. Xudo xolasa ashimdan yurgan deyaptilar, qochgan deyaptilar. Oybek aka, ikki dona bolani necha puldan beramiz? Mana shu ikkitasi. Ona yakka o'sha ana sariqni ushab qo'ying, o'sha ikkalarini bir alohida ko'rsatib qo'yaylik. Mana akalar, mana shu ikkalasi ona bola. Buniki qo'chqor, buniki so'li. Bo'ldi, necha pulga beramiz Oybek aka bu ona bolalarni? Ona bolalarni Azamjon 7 millionga beramiz. 7 milliondan 14 millionga ikkalasi mana akalar. 7 milliondan akalar xudo xolsa 7 milliondan bo'lsa chiroyli qilib dastlabkilarni qilib yetkazib beradi. Lekin akalar havas qilib ko'ring, xudo xolsa qo'ydi. Zo'ri deydi, haqiqatan zo'rini boqing, xudo xolsa anaqa
qimmatga olib qimmatga soting deb mana mana qo'yiladi aytadi akalar. Xudo xolsa shoshiling. Katta qo'shqor bilan yurganman. Yosh akalar, eng asosiysi yosh ekan. Bemalol telefon qilasiz, xudo xolsa chiqib qilib dastlab keladi, qilib yetkazib beradi. O'ntir. Mana zotga bitta bor mana. Zotga deydi, xudo xolsa. Mana Legendarnisan shihozlari akalar, o'z Tularman variantida. Uni onasi sotilib ketib qoldi 11 millionga. Inasini o'zi sotilib ketib qoldi 11 millionga. Mana akalar. Inasi 11 millionga sotilib ketib qolgan variant. Mana, mashalloh akalar, qo'ydi qana. Mo'jizaviy deydi-yu. Ashton bitta qo'yinchi o'zini. Hech mana akalar, turuv qana, hech jonivar. Qara. Oybek aka buni nech pulga beramiz? Bo'ldi. 5 ga ozini xayrini qilib beramiz. 5 ga ozini xayrini qilib beramiz. Qancha xayrini qilib berasiz? 200 ming. 500 xayrini qilib beraman sizdan. Deqqanchilik o'zida, deqqa o'sha deqqandan deqqonsin deydi keyin. 4,5 ga. Bo'ldi, 4,5 million ha. Bo'ldi, gap akalar mana. Shoshilavering, xudo xolasa, mana bunaqa legendalarni olib boqish nasib qilsin degan akalarimizga tashab qo'yamiz. Oybek aka, bugunga shular. Ha, bugunga mana shu. Telefon qilishaversin bemalol. Xudo xolasa deqqandan deqqan olib baraka topsa, nima deydi? Yaxshi bo'ladi deydi. Agar xudo xolasa. Qo'chqorimiz bor, ya'ni ilk tishga chiqdi. Uni ham bir ko'rsat. Ha, uni ham ko'rsat. Bo'ldi, apga necha masha bo'lsa bir obzor qilib o'tkazamiz uni ham akalar. Sizlar qo'ydi, mana shu qo'ylarni tavsiya qilaman akalar. Zo'ridan deydi-yu. Mana akalar, xudo xolasa. O'sha. Mana haqiqatdan qo'yga qo'yishamiz degan ekan qarang. Qo'yda chiqarishlar bilan qo'y qo'yar. Mana. Mashalloh, haqiqatdan. Tish buzganmi bu? Ha, tish buzgan. Qani? Mana Endi akalar. tish buzgan. Ikki tishga yoribdi o'zi ham Oybek aka. Buni qarang, xudo xolasa. Legendarni variantlardan ishqibozlariga xudo xolasa. Karbonusli arashan so'ragan akalarimiz. Yosh narsa. Yosh. Haqiqatdan agar qo'y uzunligi ham uzun, oyoq qo'llariga yetib olmaydi, oyoq qo'llari o'ta uzun. Oybek ham degan bunisi deqqansizlar, maqtam degan qo'y bitta ko'rishda haqiqatan obunachilar bilan narxi buni eng asosan. Buni o'zi dollarga ham qo'yishyapti. Bizda unaqa yo'q. Bizda mana 8 millionga bo'lsa ketaveradi. 8 millionga. Ha. Mana akalar 8 millionga akalar xudo xolasa. Yangi. Chiroyli qilib dastlabkilarni qilib yetkazib beradi. O'ylanmay aloqa chiqasiz, xudo xolasa. Mana bunaqa zo'rlardan boqish bizga ham nasib qilsin. O'sha gap dastlabkilari O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holatda qilib beraveradi. Agar Samarqand, Xorazm, Buxoro dastlabkilari bor ekan, kelishilgan holda dastlabki qilib yetkazib beradilar. Mana bunaqalarni zo'ridan boqish nasib qilsin. Oybek aka bugunga shular. Shular. Bo'ldi, gap akalar, yomonsan biz bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.